Xayrli tong barchaga do'stlarim va nihoyat 7-kunga ham yetib keldik. Soatga shunday qarasam hozir 5dan 5 daqiqa o'tibdi. Bitta qo'shiq eshitib o'tirdim. Aytadi, eski qo'shiq. Sening yurishlaring, sening kulishlaring degan. O'sha qo'shiqni eshitib balkonda o'tiribman. Havo lekin ochildi osmon. Yomg'ir yog'ib o'tib ketdi. Endi yurishga chiqsammikan deyapman. Yo qo'shnimga telefon qilib chiqamizmi, yo'qmi deb so'rasammikan deyapman. Har kuni ertalab yurishga chiqqan odam chiqmasa bir g'alati bo'lar ekan. Kecha vobshe kechgacha zerikib ketdim. Agar hozir chiqsam hech bo'lmaganda 1 soat yurib kelsam ham yaxshi bo'lardi. Nima desam ekan? Zerikmaydi-da odam. Lekin hamma yoq suv. Biron nima bo'lib qolishdan ham qo'rqyapman. Yomg'ir yog'ib borsa agar yaxshigina kasal bo'laman, gripp bo'laman. Uyqumga har daqiqa og'zim ochilib esnayapman. Shunaqa gaplar do'stlarim. Tongni boshladik. Hammaga tong muborak bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. Uyqusirab yotibman. Ovozlarim bir g'alati o'zimga.